Ko'pchilik so'ragan yoqani sekinlashtirib videoga oldim. Yanada soddaroq, yanada tushunarli bo'lish uchun. Razmerlargacha ko'rsatib borganman, ko'rayotgan bo'lsangiz. Bu qismi bort qismi. Tana qismini shu oddiy ko'ylaklardek qilib bichib olasiz, faqat yoqa o'yindisini o'yib yubormaysiz. Bu yoqani tikishda asosan bortga e'tibor berishimiz kerak. Bortni to'g'ri razmerlab olsangiz, shunda yoqangiz chiroyli chiqadi. Men sizlarga yoqani tashqi tarafini belgilab ko'rsatdim. Yaxshiroq bilinsin deb. O'zi ichki tarafdan tikiladi, fluzin yopishtirilgan tarafdan. Bu tarafini ham xuddi shunday razmerlab olasiz. Yoqa o'yindisi pastga qarab 4 sm, bo'yi esa 15. Agar yoqangiz bundan yoqasi kattaroq bo'lishini istasangiz, 16-17 tushsangiz ham bo'ladi. Yoniga esa 7 sm dan. Bort qismini belgilab olsangiz, yoqani belgilash shart emas. Bortni yoqaga qo'yib, tikib olishingiz oson. Bortni tanaga shu tarzda qo'yib olasiz. O'rta qismini tikib olsangiz, tekis chiqadi. Bu yoqqa o'ynab ketmaydi. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada yozib qoldiring. Yoqani tikib bo'lgandan so'ng, past qismini yana bir bor tikib chiqing. Shunda yoqangiz mustahkam bo'ladi. Teskari qilganingizda so'tilib ketmaydi.